Assalomu do'stlar, sotuvimizga Jetaur X70 Plus kelib qoldi. Egasini o'zida mashina eng qizig'i. Kraskasi top-toza. Yurgan masofasi 76 ming kilometr yurgan. Mana salon holatlari, mana probeglari 76 ming halol yurgan. Nakitkalar kiydirib qo'yilgan, evakor polilari bor. Mashinaning holati zo'r, yurish-turishi. Eng qizig'i buni stage gazi bor, propani. Mashinaning kraskasi top-toza, chizilgan, qirilgan, petno, rektovka bo'lgan joylari yo'q. Paroglari ichiga qo'yib qo'ygan. 4 ta baloni yangi. Va tishlari ham yangi qo'yib qo'yibdi. Uni bitta sezon bemalol chiqarib olasizlar. Yumshoq balondan qo'ygan. Mashinaning hadovoylarigacha ham yo'g'icha ko'rsatib qo'yishgan ekan. Yumshatilgan mashina. Mana orqa ko'rinishlar. X70 plusi. Mashina tiniq holati. Maza qilib minasizlar, orasidan minasizlar. Uni egasi bilan o'zingizlar tortishib, kelishsanglar bo'ladi. 22 ming kami bor mashinani.